Hazır hürmetlik Ezid Mimallarga taklif qilmoqchi bo'lgan kuzdirga ikkimizning Nadamlar aklı hocunda. Nimanda? Ağıyla to'xtalar. Ay yengasiga bordigan poyezdning bilsin ne satıdı ha? Voy! Ben sizni to'nigandek qilaman-ku. Shundaqmi? Isminglar nima edi? Talatgul Talay. Mana hey, enaqa tavotani. Qanday qopdan tutdinglarmi? Yaman emas. Ha, nega o'rabdinglar? 21 asrga Nimaga o'rabdinglar? baxt izlab. Baxt izlab. Ha, huquq izlabmi? Huquq olsun buna ördü. Qanchalik huquq izlab? Şimdi bilemezsin ekan, bana emelinin en katısı lazım. Yani bazarda kasaplarının aksakallığı, yani babamıza dalı bakkallığı, o babamıza Mişaloğlu'nun dakkallığı olsun buna ördü. Ben ne askreklerini cınlattırdın mı? Ama maşu, hocunun maşu, mellem o şu artık zellem yok. Oy, bu hocundaki ne o? Ecdadımızın Murat Kalan tarihi kitap kayda bizige mayda. Bu tarihi kitabın neymiş bilip aldınlar? Bizgen ecdadımızın ululuğunu ispatlaydıgan paket. Mesela Mahmud Kaşkır'ı Yusuf'a sahip Navayi, Aman Sakha Kadir Hanım falan. Abdülhalik Uygur'u Lutfullah Mutallep, yakını çıktı Hüsnü İstek yakellik şimdi ama. Yukarı tarihimizden, meşhur kişilimizden tahirlenişe haklısın. Bırak bu tarih bu neticede ecdatlarımızga mensup. Biz bunu yastık kılıp yastak bulmaydık. Biz degen esri halkıydıgan yaş. Bizde yeni esirge layık tayarlık oluş lazım. Vay, Hatice Belanglar adaş, tayarlık degen puxta, yeni esirge. Non, çay, kart, pul ile aldım. Hemmisi bu hocunda. Estağfurullah. Macefne. Hey ahmak, mening deganim yangi asrga loyiq g'oya, madaniyat, intizom, axloq. Ha? O naslni qasima ko'zini sotadi ha? Darhol deblar ilib. Hey, uni sotmaydi, o'zimizni kichigimizni tatib bitildirmas. Sizlar qanchalik o'qigan? Menmi? Men shu toliqsiz boshlang'ich maktabda 47 yil o'qigan. Voy, Tulmanglar. İsmini yazalayman. Tıkı gizitini eclep okuyalayman. Qandaq, pul seni alayman. Bulan dikenmen. Yana qanday maharatыңlar var? Çök, oqchikiman, tambirchikiman, çıtqı ketiman, datkam qatiman, tutup qasam yatiman, ishakda arvoq qatiman, salamni topul sotaman. Bo'ldi. Ata-onangizning biror hünagi bermaganmi? Bergan. Bersi men yoqmadi, bersi oqmadi. Bersi ugunamadim, bersi tuytamadim. Yog'ochchilikda yig'i-yog'ochni ko'targili solatgan, Navoiylikda tutning ko'zini yashalatgan. Sartarochchilikni ko'nikamadim, saytonlikda ugunamadim. Ko'mirchilikda bozg'an ig'irgan, umrchilikda barmoq ig'irgan, yutuq bilamadim deganda qolib o'tmay. Manda adamlar. Men doim shunda arzu qilamanki, mening ashu Mikninkidek kit markalik mashinam. Shapachi jigunikidek xislat kelpiguchim. Hindistonlik apandimnikidek adamni g'oyib qilib zikri yutgan bo'layjukim. So'ygunikidek xosiyat qilsam bo'lsa, kichkinduz uxlamay qolaymigan tushmayapti. Astagfirullah. Hey ahmoq, bu degan g'oya emas, 40 tangining xiyoli. Sizning fazilatingiz qanday? Fazilat? Voy, fazilat degan majruvatga qizlarning eng umuqi. Astagfirullah. Nadon odamning o'ziga. Nima? Nadon? Bilimlikning munguzi nadonning quyuqlarmikan? Ag'ina, ma bilimliklar nadonninki gap qilishi, yo'l minishi, muhabbatlishi, amgak qilishi, savdo qilishi, tamoq yeyishi, kino ko'rish qatorliq nurg'ulgan ishga o'xshamaydi. Voy, bularni kino ko'rish qanday o'xshamaydi? Anda qo'sa ikkalan birga kino ko'rdik. Ayna, kino boshlandi. Voy, Naham! Naham degan panquloq! Yonjukcha, men kelib aynimda o'rnimda o'tirmas kerak. Hey, Shigat! Boshaq vaqirang, ovozni anglayapmidim? Nima deysan aka? Anglayapmisan nima ko'ram? Qanday katta saqal maba?
Ya nana tutulab kelgan makinaga haydaysan qa nasıl olsa chiqolmaydan qa salashibman ata boshinglar hay kechiring yigit men jidalini qo'sham yo'q o'tira kino ko'ramiz qandoq o'tira ay o'shan ishkalarni so'rashgina tatishga chapib qaldaydi voy yavaş oldu. Udu. Ay şun. Ay muşunu bir koyaptı. Ay kilo özü kattı. Çok ağlıyor ki. Koyamam beni patanı bak. Oy. Nino ne? Koysu kino ne? Koyamışlar kino ne? Nasıl ben söyle? Mana dilimsiz nadan adamlarının kino ko'rishim mana mushundaq bo'ladi. Danlıqmanlar adaş. Biz mushundan nadan kelmez, özümüz güçlük yaşamaz. Ey ağina, sizlar manda ketiversanglar buningdan keyin o'yinlarda, balla qolasizlar, uchoqda qanday qilasizlar? Ata-anam baqudu. Voy bala qilgan ata-ana. Shu ata-ana sizlar kichigingdan beqat mushunchalik cho'ng qilgan bo'g'iyda? Ata-anam meni xuddi qo'yning qo'zidak atim olib cho'ng qilgandi. O'shalarni mening kichiligimdan dadamga aklab qilmagan gaplarim qolmaydi. Mana endi sizlarni cho'ng olibsiz. Biroq ağina kishi oxiri o'ladi. Bu hech kim qish qutulg'ili bo'lmaydigan tabiiy qonun. Xatijan bilanglar adash. Ata-anam o'lib ketgan taqdirdimi? Menga o'y-o'ylar, qozon-choylar, mozayliq, inak, taxallik eshak miros qoldirib ketadi. Shularni siz haydab yashab qolasiz. Ey, ahmoqlar jamiyatining faxr raisi adash, shu mirosni setib tugizchi. Shu chog'da ish qilib biz bo'lganligini qilib. Allah ay paşa, oynab olamiz kang tasha, o'limdan boshqa tamasha. Mayli. Belli. Resmi ismi cismine layık tevekkül ekansiz. Ağina, bugünkü dünya nakş usul dünyası, iyilik tatarmen dünyası, kavapçılık, aşpazlık dünyası, taleydi bonbon dünyası emas. Belki fen texniki dünyası, akıl paraset dünyası, rıkabette pul dünyası. Kim küçük bolsa şu yaşaydıgan, kim aciz bolsa şu halak bolduğan can meydan. Sizler bayatından esra halkıydıgan yaşlıdınlar. Bu haletlen yeni esir kadem koyulu bulmaydı. Ağıyla, andaqda biz kütüvatqa yeni esir zadı qandaq oldu ha? Taraqqiy qilayotgan ellarning ahvolini, kino televizorlarni ko'ryapsansiz. Ko'rdam. Kelgusidagi bizning turmushimizda ishlatdimiz. Havodan yasalgan ozuqliq. Shamolga bo'ron ko'chirmas. Tutundan to'qilgan raq. Qap-qora mo'yqinni ketamizda. Alomatni tekshirdigan xola. Shivindan yasalgan dori. Pul tanımaydigan banka. Hasharat yo'qdigan tanka. O'g'ir tutgan qulpa. Qo'saq ochirmaydigan bolka. Qo'pol gap To'xta. Uçakta biz şopluya takside oturmaz. Tuxumdan tükündürmez. Boğakla şişini tuğdurmaz. Bulutda hemen yurtuzlarını kıyma kılıp koyaşını tıbaş kömep, aynı könel kılıp katı kuytup, lapları kılıp doğutup çılap yeymen. Emni bu gitmanla 41 benginin ham xiyali deymen. Hey adaş! Şukurda men deganlarimning hammasi ijod qilinib qolgan narsa. Yana boshqa taraqqiyotlarni men tasavvur qilolmayman. Chunki men chalasavotda. Nima? Voy, sizlarmi chalasavotma? Qanchasi pichoq olgan? Aram to'liq o'tirinib kutgan. Anam ey. Voy, bu qaysi maktabda pichoq savat qilsabmi-da? Oliy maktabni. Bu gapni mendaklar yangi asrga savotsiz bitta qadam qo'ydi ekanmiz-da. Kelgusida bizdeklarning holiga voy. Ay, mana ota-onam bir hafta maktabda o'qiyotgan odamlar mening istiqbolimiz yangash chiqdi qalaga. Nima? Ota-onam qanday yangash qildi? Qalaga balavoq qilib, ko'makchak qilib, hovli qo'shqilib, mozay qo'shqilib, maqsad qilib, pul topib solaman deb o'g'irib tashning bir o'tirib. Bu javobgarlik ota-Allah ve butkul jamiyatda. Necha vaqtdan olsa o'ynagan bort ko'ttirim olib kelgandek, yangi asrga boraman deb qatilib olibman. Shunda. Aşı bekarchilikda o'ynagan nurg'ulgan o'yinlarimiz talay atlarni tunugunga aylantirib, bizga o'rinliqqa zamin hozirlab berdi. To'g'ri. Natijada mağdigan yo'l, topadigan pul, yozadigan maqol, oladigan soqol, so'raydigan az, chilaydigan qaz, so'yadigan hamon oqshomgi orzu armonlarimiz nasib qilaveradi. Shunda. Mana endi o'qiyajsam, ishim arshi bog'i bo'lmasa, soqolim arlon bog'i yetdimi daqa bo'laman. Men ag'ina, bilimsiz odam, xamaksiz palakka, kizaksiz g'ajakka, qilibsiz ketakka, noqsiz eshakka o'xshash bo'ladi.
O sıra ne dedin ona o işlep o ha? O men işlep o men degan okumagan bolsam işlep bilimsiz emas. Bilimsiz bolsam nadan emas. Nadan bolsam ahmak emas. Ahmak bolsam döt emas. Mening o'zim uchta aqlim bor. Voy, endi sening aqling qayerda? Mening aqlim Başo. Hocundar. Shundar. To'g'oning aqli maydisda, bu do'stimning aqli gejgitda. Bemalol rahmat.